Hammaga salom bolalar, sizlar bilan har doimgidek sekretbo'y bolalar. Hozir biz birga bir arena hozir bolalar. Bu karta o'yinimizda Xudo xohlasa yutamiz. Grip kimga yo'qolgan, вообще yo'qmayapti. Ko'rdinglarmi? Voy biling. Let's go. Kimga necha eski? Ko'rsin. Yutamiz, ana kirdi. Aytgancha kommentariga nicklarni yozib qo'yinglar. Arkadaşlar birga bir o'yinimiz. Viska deb mana. Viska uchun rahmat bolalar. Xuddi shu yuradasizlar. Tak, hozir. Bla, uzr bo'la, uzr. Endi birinchi shotini oldim. Qochibdimi nima bo'ldi? Voy. Домой нахуй. Uyga bolam. Bolam uyga bor. Uyga kirib uxlab bor. Maktab paytida o'ynaman. Hozirlar. O'zimni YouTube kanalimni ko'rsatay. O'zimni YouTube kanalim. PUBG. Men bu yerda Faxriyor Gambek bor. Shu yerga ham obuna bosib qo'yinglar. Mana bor. 50 ta bo'lmoqchi laboratim. 50 ta qilganlarida nima qiladilar? Nima edi? Stream yo'qadilar. Hozir bitta YouTubedan Notiyaga, siz ham tojiklarning videosini ko'rdingizmi? O'zbekistonda aktiv kuchligini sezgan shekilli. Bizga to'rga-to'rt viza tashlabdi. Qani ularni aqli etsa, ikkita o'zbekistonlik M24chiga kuchi yetarmikin? To'rga 2 viza. Shu ekrandagi IDlarga durust tashlasin. O'zbekistonda kuchini prosta tak kommentariyamga kirib ham ko'rib olishi mumkin. Kommentariyaga O'zbek Sila deb O'zbekiston bayrog'ini to'ldirib tashinglar. O'zbekimning kuchini qanaqa his qilasiz? Mana obuna bosib qo'yganman Faxriyor Gambek. Hozir o'zimning akkauntim 2% qolibdi bo'ldi. Mana akkauntim. Shunda like bosib qo'yinglar. Shorts video ham qo'yganman, jonli qo'ymayman hali. Mana 1 kami, 2 kami bo'lsam stream yoqaman bolalar, xo'pmi?
Xullas, hammaga xayr bo'lsin. Sizlar bilan Secret PUBG.